Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan Asilbek. Bugungi videoda biz 10 ming so'mlik, 50 ming so'mlik va 100 ming so'mlik akkauntlarni obzorini qilamiz. Agar shu videomiz 50 ta like yig'ilsa, keyingi videoda 10 ta akkaunt g'olibini aniqlaymiz. Shuning uchun o'zingizlarni kommentlarni yozib qoldiringlar. Unda biz boshladik. Xo'p bolalar, mana biz 10 ming so'mlik akkauntimizga kirib oldik. Boshlanishi yomon emas. Buni kimlarni ko'rishinglar mumkin. Kimlardan bor ekan normallardan. Bu mana endi kaskalarga o'tadigan bo'lsak, ikkita kaska bor ekan. Boshqa kiyimlarni ko'radigan bo'lsak, normalniy boshqa kiyimlar bor ekan. Pachkilarni ham ko'rsak bitta bor ekan. Maskalardan normalnisi yo'q ekan. Trem set qilib o'ynasanglar bo'lar ekan. Trem setlar ko'p ekan. Popkalardan yo'q ekan. Shtandadan bitta shu yashil bor ekan. Tofli 22 ta keys bor ekan. 262 ta keysdan ham bor ekan. 11 ta olmos, 2 ta moto, bitta ID karta ham bor ekan. Normalniy o'ynasa bo'ladigan akkaunt ekan. Emotsiyalarga o'tadigan bo'lsak, normalniy emotsiyalar bor. Hop, yana boshqa narsalarni ko'rsatadigan bo'lsak, prakaskalardan kuchaytiriladigan usul yo'q ekan. Mashinalarga kiradigan bo'lsak, ovozga yo'q, dachaga yo'q, mototsiklga ham yo'q ekan. Xullas, mashinalarga skinlar yo'q ekan bolalar. Hop, endi bolalar erplarni ko'radigan bo'lsak, bitta A12 o'ynalgan ekan, RP59, 1 oylik akkaunt, level 29 ekan. Bolalar, menimcha bu akkaunt 10 ming narxiga arziydi deb o'ylayman. Hop bolalar, mana biz 50 ming so'mlik akkauntimizga ham kirib oldik. Boshlanishi bilan mana mefiklar, o'zi pastlarga tushiradigan bo'lsak, normalniy kiyimlar bor, mana ko'rishinglar mumkin o'zingizlar ham. Normalniy ko'p kiyimlar bor. Kaskalarga o'tadigan bo'lsak, mana bolalar, eng muhimi kaska bor ekan. Kaskalardan bosh kiyimlarga o'tadigan bo'lsak, 6 ta mefik bor ekan, qiyon boshi bor ekan. Mana shunaqa normalniy bosh kiyimlar bor ekan. Hop, yana ko'radigan bo'lsak, normalniylar bor. O'zingizlar ham ko'rishinglar mumkin. Bu akkaunt 50 ming narxga arziydimi, yo'qmi, kommentda yozib ketinglar. Hop, endi ochkilarga o'tadigan bo'lsak, normalniy ochkilar bor, mana ko'rishinglar mumkin. Endi maskalarga o'tamiz. Vторжение maska bor ekan. Mana oq bor ekan. Zombi maska bor ekan. Normalniy trem maskalar ham bor ekan. Trem setlar ham qilib o'ynasa bo'ladigan akkaunt. Mana normalniy ko'rishinglar mumkin. O'ynasa bo'ladigan akkaunt. Hop, endi shtonlarga ko'radigan bo'lsak, normalniylar bor. Mana shtonlardan yana bu bor ekan. Mana bu ko'k shorti bor ekan. Yana oyoq kiyimlardan bu bor ekan. Yana bu. Keyin bo'ldi. Keyin bas 9 ta material bor ekan. 18 ta keys, 15 ta olmos, 19 ta moto, folklorlar juda ko'p ekan. Endi yana nimalar bor ekan? Menimcha bo'ldi. Endi emotsiyalarga o'tadigan bo'lsak, mana normalniy emotsiyalar bor, o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Normalniy mifik emotsiyalar ham ko'p ekan. Ronaldoning emotsiyasi bor ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Emotsiyalar ham normalniylar bor. Menimcha bu akkaunt 50 ming narxiga arziydi deb o'ylayman. Orujalarga 3 ta joy ochilgan ekan. Endi erplarni ko'radigan bo'lsak, 3 ta, 4 ta erp olingan ekan. 2 yillik akkaunt ekan, level 63. Endi yana prokachkalarga o'tamiz endi. Prokachkalarga o'tadigan bo'lsak, nechta prokachka? Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta prokachka bor ekan. AKM 3 ekan. Endi mashinalarga o'tadigan bo'lsak, ovozga yo'q ekan skin. Dachaga bitta skin bor ekan, mototsiklga yo'q ekan, bagiga bitta skin bor ekan. Kemalarga bitta ekan, unga bitta.
Shu bolalar bizani 50 ming so'mlik akkauntimiz edi. Xo'p, endi 100 ming so'mlik akkauntimizga kirib olamiz. Xo'p, bolalar, mana shu bizani 100 ming so'mlik akkauntimizni kiradigan bo'lsak, normalniy kiyimlar bor ekan, mana ko'rishinglar mumkin o'zinglar ham. Yo'lbars kiyimi ham bor ekan. Bilsanglar kerak, bu juda ham zo'r kiyim, menga ham yoqadi. Xo'p, endi kaskalarga o'tamiz. Bitta mefik kaska bor ekan. Mana yana qolganlarini ham ko'rishinglar mumkin. Bosh kiyimlardan normalniylari bor ekan. Endi ochkilarga o'tadigan bo'lsak, ochkilar ham ko'p ekan. Normalniy kiyib o'ynasanglar bo'ladi. Maskalardan fustajina bor ekan. Yana ko'rishinglar mumkin pastda. Trim setlardan normalniy setlar bor. Mana bu bor ekan, trim set qilib o'ynagani. Hop, bu bor ekan. Endi popkalarni ko'radigan bo'lsak, bitta mefik popka bor ekan. Shtonlardan ko'radigan bo'lsak, bu bor ekan. Keyin yana shorti bor ekan. Yana normalniylari bor, ko'rishinglar mumkin o'zinglar ham. Oyoq kiyimlardan bu bor ekan. Mana normalniylari bor menimcha. Mashinalarga o'tadigan bo'lsak, vozga yo'q ekan, bunga Dachaga bitta bor ekan. Mototsikllarga bor ekan, mototsiklga ikkita bor ekan skin. Endi bagiga 3 ta skin bor ekan. Yana mashinalarni ko'rishinglar mumkin. Kemaga ham bitta skin bor ekan, bunisiga ham bor ekan. Bu mashinalardan bitta shunga bor ekan. Bitta shu mashina skin bor ekan. Keyin emotsiyalarni ko'radigan bo'lsak, mana sheri minadigan emotsiya bor ekan, mefik. Yana mefik emotsiyalar ham ko'p ekan. Mana ko'rishinglar mumkin, zo'r emotsiyalar bor. Endi parashyutlarni ko'radigan bo'lsak, bor, normalniylari bor. Tushadiganlardan mana mefik bor ekan. Endi bu qiziq emas. Samolyotlardan yaxshi samolyotlar bor ekan. Mana xohlaganinglarni tanlab o'ynashinglar mumkin. Endi bu ham qiziq emas. Endi granatalardan mana bor, ko'rishinglar mumkin. Qanaqa zo'rlari. Kompaniyonlardan yo'q ekan. Bular qiziq emas. Endi bu yerga o'tadigan bo'lsak, 20 ta almaz bor ekan, 21 ta moto bor ekan. Populyarli yig'ilgan karochi, mana ko'rishinglar mumkin. Endi kuchaytiradiganlardan o'tsak, prokatikalardan bu bor ekan, 3-level. Bu 3, yumpi ham 3. Qilich beril 4-level ekan. Bu bizning akkauntimizni ko'tarib turgan narsasi ham shunda. Xo'p, bolalar, bu akkaunt 100 ming narxiga arziydimi, yo'qmi, kommentda yozishni unutmanglar. Xo'p, endi yana biz obzorni qilishni boshlaymiz. Xo'p, levellarni ko'radigan bo'lsak, 3 yillik akkaunt ekan, level 65. Endi kiyim bilan darajasi 43 ekan, ko'rishinglar mumkin. Bu bizning 100 ming so'mlik akkauntimiz edi. Xo'p bolalar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va komment yozishni unutmanglar. Agar bolalar shu videomizda 50 ta like yig'ilsa va hamma o'z kommentini yozib ketsa, keyingi videoda shu kommentdan 10 ta akkaunt g'olibini aniqlaymiz.